Amir Temurning Buyuk imperiyasi dunyoning 4/3 qismiga hukmdorlik qilgan. 27 ta podshohni tiz cho'ktirib, 20 ta muhim harbiy janglarda g'alaba qozongan. 100 ga yaqin jang o'tkazib, hech birida mag'lub bo'lmagan. Tarixga ismini yengilmas Turon xoqoni, sohibqiron Amir Temur deb yozdirgan. Amir Temurning Buyuk imperiyasi dunyoning 4/3 qismiga hukmdorlik qilgan. 27 ta podshohni tiz cho'ktirib, 20 ta muhim harbiy janglarda g'alaba qozongan. 100 ga yaqin jang o'tkazib, hech birida mag'lub bo'lmagan. Tarixga ismini yengilmas Turon xoqoni, sohibqiron Amir Temur deb yozdirgan. Amir Temurning Buyuk imperiyasi dunyoning 4/3 qismiga hukmdorlik qilgan. 27 ta podshohni tiz cho'ktirib, 20 ta muhim harbiy janglarda g'alaba qozongan. 100 ga yaqin jang o'tkazib, hech birida mag'lub bo'lmagan. Tarixga ismini yengilmas Turon xoqoni, sohibqiron Amir Temur deb yozdirgan. Amir Temurning Buyuk imperiyasi dunyoning 4/3 qismiga hukmdorlik qilgan. 27 ta podshohni tiz cho'ktirib, 20 ta muhim harbiy janglarda g'alaba qozongan. 100 ga yaqin jang o'tkazib, hech birida mag'lub bo'lmagan. Tarixga ismini yengilmas Turon xoqoni, sohibqiron Amir Temur deb yozdirgan.